Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam oziqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pilari. Yaxshimisiz ukam? Ish qilmadingizmi? Qildim. Qaysa tura o'rningdan? Acep iştese, yaş balla şu vaqt uxlab yatqan, qeyrlar aşular üçün paypetek bulup atqan. Vay hocamның qosuq toq, quluni kar yo'q degandek bir ish bo'latıdı go. Ma yoshlar qeyrlar naştiq tayyorlasa, naştisin vaqtida qilmagan. Qaysar, tura naşliq qil. Harvar qilsan. Ben bilen sütüne akırdım. Server. O Hakan. Ben. Ha. Ben sütüne akırdım. Ben Kaysar'ı oldu.
Asta. Qaysar. Ey Qaysar. Hey. Qupa, nashliq tayyor bo'ldi ne vaqt? Adam oranını koysana donman mı bu öyle? 5 minut be, 5 minut yak. En yaksı 2 saat. Sen bu iş taptım devattan bu tuncu günü muşta uxlap yatsan qanday ishlaysa bulam? Yürüyüş kanadı. İş tapmagan mı? Vay mabrini toğruna koysa sayımı açmadı ha? İş kadını... Manaslı avazı teras. Vay felaket, vay birinin ağrıdı mı felaket? Dada sen bolsan baldırak olup koysan bak ya. Ne vaqt men seni oğat qilay? Boldu la. Ekette. Ha naştını qil. Vay dada küçük kol naşsal yürüyemeyim ha. Naştı qilmay qanday ish qilbag'ini buldi. Parvar. Naştını tek tayyor bo'ldi muhta. Allah birim tayyor bo'lgan. Ha. Shu baglarim chiqsa, qachqay deb saqlab turibdim. Nima qilding? Ha, etken joydan. Bosh narsa yo'q. Voy. Ay murabba, bodam yangaq bo'lgan keyin bo'la. Nima? Xizmat doklad yo'qolib ketdi? Qanday ulab? Bu kimning qilgan bemorchiqchiligi? Men buni ishga kechganda suqmay tayyorlagan do'stam. Dada amma ben aldım. Hey naştı qilibman. Ay boldu yürüyemeyim ha. Hey to'xta, naştı qilmay ish qilsan qanday bo'ldi? Vay dada vaqt taşıp ketdi. Nasıl yürüyemeyim ha? Mana tayyor bo'ldi. 5 minut ketdi. Kişi kalsa bulmaydı bir gün var. Mushundan menga bilsa och qo'ysaqla. Bo'ldi, mana. Birinchi kuni o'g'andan keyin amisa undaroq ishlar juma. Albatta. Bosh. Naştı qilmayla mana. Nima? Men bu materiallarni atdiganda liderga topshirma degan do'stam, men endi qanday qilaman? Chiprat degan nervim deydi qo'mala. Bo'ldi. Hech narsa qilmala. Men 20 soat, 20 minutda yetib borman. Men bag'chi hech narsa qilmala. Anladinglarmi? Bulam shirkatda bir ish bo'ptimi? Dada, qo'shnimizga telefon qilib faqat uyda bormi ki men ish qilib qo'ysin bo'pti ekan-ku. Men 5 minut o'tib chiqmasam bo'lmaydi. Juma. Anda o'z chaqandashtingizda qiling ha? Ha, keldingmi? Kechich ishlabsan-da. Ismini qo'shib ishlagandim, sal charchab qolibdim. Nashta qilgudim. Dada bak charchab qolibdim, men kirib qaramadim. Hey, kechich ishlagan adam nashta qilib olib, ondan yot. Ya bo'ldi. Tushishni o'yg'otma ha. Nashta qilmayli yotsang oshqozon yaxshi emas, bilan. Tushdi qo'pqan deydi dada. Men tushishni o'yg'otma. Uyda bormi-ki? Ha, mana hozir. Voy, jam bular dada. Hey, qizim, nashliqda yovib qoldi. Voy, adam o'ldira olsa bular. Bu akam balları küçük balık kırmamını kıldı. Çok çoğun ballarga tas kaldı. Muş açlarını çaynap yedirip koygalı. Ha, xoda lovan seni ha. Sadaqa noldi? Ha, lovan ishga tayyor bo'ldi bilan. Ajab yaxshi. Nashta qilmaysiz? Yo'q, oldirayman. Voy, nashtasiz ish qilyapsiz, qanday bo'ldi? Voy, dada, men oldirayman. Voy, jama oyoqmi? Hey, kızım ey. Oy küçük balığımız sahi. Çok adam gümü. Perver. Nima tayyor qilayli? Mana ushtu.老叔，早上好。好。可以走了吗？走。赶紧，我吃饭了。 Limanda kıp gitganda baka. Oy, Kısmet! Man naştılık ne?
Keldingizmi? Hozir boshqa gapni qo'yib narsalarni qilaylik. Yo'lda kelish deyishib qo'ydim. Texnik bo'limi bosh apparatga yo'qolib ketgan hujjatlarni asli keltirib beradigan bo'ldi. Lider qachon qaytib keldi ekan? Bay telefon qildi. Yarim soatdan keyin keldi. Aldingizmi? Yana nima qarab tursiz? Yo'qolib ketgan hujjatlarni tizdan 30 nusxa ko'paytib tayyorlang. Chetaq chiqib qolmasin. Tushundingizmi? Tushundim. Yana nima qarab tursiz? Ma'lum. Tushdan burun ichilgan 3 yig'in bor. Bir-birisidan muhim yig'inlar. Yig'in kerakli materiallarni qaytarib tekshirib chiqinglar. Chetaq chiqib qolmasin. Tushundinglarmi? Liderning cheyin damdiga suringlar. Әмсі мәсіләй тапылған işlerini есіңларды чың тұтыңlar. Сәвәлі садыр болып қалмысын. Бүгін найт алдыраш өтіміз. Әміміз бірлік тіршәйлі. Шөндіңлар мұ? Мақал бөдір. Yaş boğaniki çoğalaq o'rin beraylik ko'masi olmay. Oldu kızım, oldu. Ben turalayına oldu. Nasıl rahmetler falan. Çoğapa, ma mektep nedir aftu? Balam, bu mektepni ben toz bilmeydikenme. Hadi ma mektep nedir aftu bilemsiz? Ekran ne qarab bakay? Siz mağapsız hata çıkmapsız. Oldunuz bir geç düşüp gidip, 10. yol almışıp, 6 viket mağasınız tez bir şey yapırız. Rahmet. Hiç yok. Muşumu qamchot loyihasi bo'ldimi? Ha? Sizlar shirkatni nima ko'rib qoldinglar? Birinchi faslga qaraganda men ikkinchi faslning chiqim tig'im ishib ketibdi. Men kallanglarni silkitib yuringlar. Mahsulot bozor yuzlantirish uchun albatta mablag' ketadi deb qo'yadi direktor. Bir yildan yoqi natijasi chiqmagan bundaq turdan voz kechish kerak. Yoki bo'lmasa yangi tur yaratish kerak. Yangi loyiha chiqishdan burun bu loyiha tasdiqlanmaydi. Ayircampning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ichimlikning chempioni Ayircamp. Qalğaç markalı sopun paraşoki vaqti erkin chiqarildi. Voy nimaning? Kirnang. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Pariler. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Tulat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadir? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. 15 minutlik plan strateji işg'asi chiqib, qatnashmaymiz deydi. Bu liderga ko'rishimiz bo'lganini bilmayapsiz. Mening lidersiz deydiganim hamma aytdi. Navad yeni görüşmədisiniz və ayrı quruluşlar sizə xəbər versəm. Fursat
ishga sotildi. Әз қымақ вақыты болсын қанда. Ha? Әз вақытыңыз болмаса 2-3 kun дейін болсын білеймін. Siz çok sakladımsınız ya. Yarım saatlik gitmem için 2-3 günlükten görüşemdim. Siz xizmatga yangi tayinlanganligingiz uchun xizmatlashingiz mumkin. Yuqori darajadagi ümitli xodimlarni lider bilan ko'rish uchun oz bo'lganda 2-3 kun saqlaydi. Bu normal ahvol. Sizningcha olganda men bu xizmatga yangi tayinlanganim uchun sizning boshqacha anglashim kerak. Xatirlab qo'yinglar. 3 kundan keyin soat 2 da Po'lat direktor lider bilan ko'rishdim. Ya'ni baraman. Xizmatda Temsizlar. Yo'lbos yo'q tog'da maymun podsho bo'ldi. Sizning o'zingiz faqat kishiga qatla emas, men tustayda. Po'lat direktor. Men sizga bir gap so'rasam faqat qilay. Ishingizga juziy chiqib qoldi. Ilashdan chiqib qo'ydi. Xeyr. Ey adaş, hemen geldim. Ey man tanıştığının qanday şirket bu? Bir kona binanın bulunduğu bek test taptım bir yerde. Ha? Şu. Vay bu turqını sen degendek pul tapqılı bulğandek emas bu ya. Maqul. Men avval kirib bir parangiz baqay. Keyin telefon qilamiz size, maqul. O'zingizni adil tunishtirdi dedingiz, ha? Ha, shunday. Bu shirkat yangidan qurilgan sog'lomlik mahsulotlar sotadigan shirkat. Biz sizdek bolalarni ko'plab qabul qilyapmiz. Kechiring, bu markani burun faqat ko'mabdi ekanman. Soxtamal emas bu, ha? Bunday degansiz ukam. Bu yangidan ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lganligi uchun balkim saqlab bilinib qolganimiz mumkin. Siz bu ishni amalga sota olsangizlar, cho'qim bo'yibsiz. Sota olsangiz? Adil meni ilon bo'lmishaysan degan. Siz mal sotsiz deyatsiz. Bu qanday gap? Shirkatimizga rasmiylashtirishdan burun sizni setish bilmay qo'yib boqamiz. Sizning xizmat unumingiz, xizmat ta'siringizni qarata, undan boshqa bu savdo qiziqadigan bolalarni ko'plab akilalsangiz, sizni mukofotlaymiz, hattoki darajangizni o'stiramiz. Bundaq bo'lsa bu shirkat shaqiltib setish shirkati emas-ku, ha? Tushunmaganlar shunday o'ylaydi. Amaliyotda bu bir yerim suvat sahne. Xotirjam xizmat qilsangiz bo'ldi. Mana o'zingizga to'xtam. Qo'yib baqsangiz bo'ldi. To'xtam qo'yib qo'ygandan keyin bizga dashmoyat zakalat topshirsangiz bo'ldi. Zakalat? Bu faqat sizning bizning shirkatga oldin topshirgan haqqingiz bo'ldi. Shirkat rasmiylashgandan keyin pulingizni qaytarib beramiz. Ras, undan boshqa siz o'zingizga o'xshash mushta a'zolarni ko'plab shirkatimizga tunishtira olsangiz, uning mukofotimi yana ayrim. Lekin hozir qashindi jiq pul yo'q. Kartoningizda bo'ladi. Kartonda bo'ladi. Lekin shu jiq emas. Ishkiman bo'ladi. Ishkiman? Adil tunishtirib emasmi? Adil tunishtirib. Mayli, kartoningizni bersangiz. Xotirjam bo'ling akam.
Aka, o mektep nerdiraqtu? Bu yer bundaq maktab yo'q ukam. Siz xato kelib qapsiz. Siz yo'lni ovoqitib o'tib, 7-yo'lga o'tirib, 6 bekatdan keyin tushib, shu joylarni so'rsangiz sizga aytib berdi. Rahmat. Arzimaydi. Hab, men oldabdi-da, oldamchi. Hey. Ha, amma. Ha, xislatma. Bir ish bo'ldimi balam? Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atgan chayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atgan chayi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşuti. Vətən hər gün çıxırdı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuti. Pakizlik madaniyatning ifodasi. Pakizlik safoning namoyandasi. Pakizlik sog'lomlikning boshlanmasi. Xalqimizning eg'iz bo'shliqi sog'lomligiga ko'ngil bo'lish kamolatning sharafli vazifasi. Mening endi rejissyorlik hayotimda o'zim qiziqadigan tema shahar temasi. Shahar fuqarolarining yoki shahar hayotida yuradigan kishilarning turmush qarashi, jamiyat qarashi, oila qarashi to'g'risidagi ba'zi fikrlarni ifodalash, shu fikrlar to'g'risida o'rtoqlashish to'g'risida mening ijodiyat yo'limda ko'proq mishterlarni tutishga o'zim qiziqaman. Chunki balkim mening atrofimdagi voqelik men uchun eng tunish bo'lg'achqa men ashuni yaxshi ifodalashga asos qura olmayman deb o'ylayman o'zim. Chunki birinchi qiziqqan narsam shaharlik turmush. İkinciden şehir turmuşidagi kishilar orasidagi munosabat, ota-ona orasidagi munosabat, bola orasidagi munosabat. Çünkü hozir taraqqiyoti tez holatda menayotganmish davrimizda balkim ota-ona bilan bola orasida uqishmaslik bo'ldi. Tushunchisiz bo'ldi. Chunki otamiz cho'ng bo'lgan davr bilan hozirgi yosh bolalarimiz cho'ng bo'lgan davr o'qishmagan raqobatga o'xshamagan masalaga duch kelgan bir davr. Balkim arada fikrning o'xshamasligi, hukmning o'xshamasligida oilada ko'pgina ziddiyat chiqadi. O'ylab baqilib balkim ko'pincha oilada hozir bolalar bilan ota-ona orasida fikrlashish ozlab ketdi deb o'ylayman. Bo'lib shahar turmushida ritim bektiz. Bolalar o'qishdan keldi yoki xizmatga chiqqan vaqtida xizmatdan keldi. Arddan ishdan deb
ardından charchadanlar atanlar ko'ngil bo'ldi. Lekin bolalar balkim biyasi besimning sababi, xizmat besimi yoki boshqa o'zining boshqa sabab besim sababidan bu fikrnish azlab ketgan, tushunchsiz hosil bo'ldi. Ziddiyat paydo bo'ldi. Endi biz mish filmimiz orqali menimcha demoqchi bo'lgan gapimiz oilada bir inoq oila, bayasha qo'shqa oilani barpo qilishda mish oiladagi a'zolarimiz, bola ota ona orasida o'zaro tushunish hosil qilsak, o'zaro bir-birimizning ko'nglini olsak, baxtli bir oilani yaratishga mish oilaning a'zolari hammasi o'zi bir o'zining to'kisini qo'ysak hamdoq yoki o'zining muhabbatini ifodalasak, yo'shib qolmasak deydigan bir anda yoki bir fikrda mish filmni bir ilk chiqsak deb o'yladim. To'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa, kelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmaz ha. Yaqay asa. Hazır çekip oturmaz mı? Tamam bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay canım bu ne dede? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa baştanızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda işimiz sıkıntı. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsınız. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan basa. Akamın sonra. Kandalı mısın ne misin balan bu? Burada. Eka. Oğlanı mı yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyle çıktım ben. Dada. Kulkan bilen öldürüz biz güvense. Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yani şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaş var mı asraşka.
ko'rgan har bir kunimdin ranjishlar dilimdin topolmasin joy jilvigar gulning tikini birga güzel bu yüzüde dal bulsun o ay jilvigar gulning tikini birga güzel bu yüzüde dal bulsun o ay kısmetler hemmiga o'xshashda kısmetler hemmiga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol kısmetler hemmiga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol